Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari hamda kanalimiz mehmonlari. Biz yana bir obyektimizni Axskentda yakuniga yetkazdik. 3 ta tochkaga vodostoka qo'yib berganmiz ko'cha tomoniga akalar. Ichkari tomonlarga vodostoka qo'ymaganmiz. Polni ichkari tashqari shapka, darvozaxona, ko'cha tomon kazirok va mana bu kazirok atrofidagi gipsokardonlar polni hamma tunkafon hamda gipsokardon vodostoka ishlarini qilib berganmiz akalar bu joyda. Bu qo'shni tomonni mana alkafondan qilgan ekan akalar. Endi shunchaki olib qo'yapman buni. Bittasini maqtab, ikkinchisini yomonlab, boshqa niyat yo'q. Prosta yonma-yon kelib qolgani uchun tunkafon, alkafon. Kimgadir qiziq bo'lishi mumkin shu ham. Olib qo'yapmiz shunchaki. Bu tunkafon ishimiz akalar. O'rtalarini nerjavayka, oyna nerjavayka tunkadan qilib, mana shu kazirogimizni mana shu ko'rinishda qilib, cho'tka qilib berdi. Atrofidagi naqshlari alkafondan bo'lgan, NDF emas, alkafondan qilib berganmiz. Va vodostokalarni qo'yib berganmiz xonadonimizda. Endi ichkari darvozaxonamiz akalar. Mana bu joy mana darvozaxona ko'rishinglar mumkin. 4 metr bu joy in 4 metr, mana bu joyga kelib 440 ga aylangan akalar. Bu joyni ham mana ko'rishinglar mumkin. Cho'tka qilib olib o'tkazganmiz va hovlimizni polni mana ko'rinishi juda ham chiroyli proyekt bilan qilingan ekan. Hammaga nasib qilsin shunaqa uylar, uchastkalar qilish. Mana bu joyimizda mana darvozaxonamiz ozgina burilib o'tkazgan joyi bor. Bu joyni ham xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib olib o'tkazganmiz. Nerjavayka o'rtalariga palasalarga nerjavaykadan qo'yganmiz. Ikkita chekkasini alkafondan qilganmiz va svetlarni o'rnatib ulab berganmiz. Darvozaxonamiz uzunligi 30 metr atrofida. Eniga esa 440 atrofida. Bu joyi hamma rasxodini o'zimiz qilib, uy egasini hech nimaga ovora qilmagan holatda 71 million so'mga bitkazib berganmiz akalar. Uyimizda ob'yom juda ham katta. O'stirmalarimizdan 1.60 chiqqan, oldi shapkalari 1.60 chiqqan, ko'cha tomon 1 metr 1.10 chiqqan. Hamda 60 cm chiqqan joylar bor. Har xil holatda chiqqan ekan akalar o'stirmalarimiz. Ko'rishinglar mumkin. Bu joy endi travertin bo'lib, suv kullaga toshlanib terilgandan keyin xudo xolasa uyimiz boshqacha, o'zgacha ko'rinishga keladi, yana ham ochiladi inshaalloh. Ko'rishinglar mumkin. Bu joyga mana abshifkalarni gipsokardondan qilib berganmiz. Hali travertinda xudo xolasa o'zgacha holatga keladi bu ham. Bu burchagimizga ham akalar tabiiy holatda hech narsa ustamasdan tunkani o'zidan choklanib cho'tka qilib chiqarilgan. Ko'rishinglar mumkin. Ishimizga baho berib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Endi ovozimga meni e'tibor bermaysizlar akalar. Ozgina shomollab qolman. Shuning uchun ovozim sal boshqacha chiqyapti. Mana bu gaykan atrofini ham akalar e'tibor berib qo'yasizlar. Lislarning bo'linishiga cho'tka qilib mana ozgina qiyin bo'ldi mana shu joyning lislarni bo'lib olish ham. Polni ko'sa ekan hamma tomoni. Katta kichik endi qo'ldan kelgancha cho'tka qilib mana qilib berganmiz. Ko'slarni bilantirmaganmiz ilojini boricha. Xizmatlar bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar akalar. O'zbekiston bo'ylab xizmat qilamiz. Faqat Namangandan tashqariga chiqsa, ob'yom kattaroq bo'lsa chiqamiz. Vodiy bo'ylab xudo xolasa o'ta katta bo'lmasa ham Namangandan tashqariga chiqaveramiz. 200-300 kvadrat joyligam, lekin vodiydan tashqariga chiqadigan bo'lsa, eng kamida 500 kvadratli joyga chiqamiz. Sababi bizga yo'l kir rasxodlarimiz ko'p bo'ladi. Bizga qaplash kerak, shuning uchun. To'g'ri tushunasizlar akalar. Voha tomonlardan ham aloqaga chiqib turishadi bizga. Toshkent, Voha, Polni boraveramiz. Faqat ob'yomingiz 500 kvadratdan kattaroq bo'lsa boramiz, xudo xolasa. Cho'tka qilib ishinglarni bitkazib beramiz, ko'ngildagidek qilib. Mana bu darvozaxonamizga qaytamiz yana akalar. Xudo xolasa xizmatiga javob beramiz. Mustahkamlik tomonidan ham, sifat tomonidan ham har tomonlama inshaalloh talabingizga javob beradigan qilib, cho'tka qilib ishinglarni bitkazib beramiz. Xizmatlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Darvozaxonamiz polni ko'rinishi mana. 71 million so'mga akalar polni ham rasxod ichida qilib berdi. Bitta like bosish esdan chiqmasin.